Alo. Ha, o'rtoq, qalaysan? Bugun futbolimiz bor, bilasan-a? Ha, bo'ldi. Bugun xudo xolasa ham ishlarim yaxshi. Kechib ko'rishamiz bo'lsa. Mumkinmi? Mumkin. Kel og'ayni. Yaxshisan, tuzukmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi, o'zing qanaqasan? O'ntirib qo'yma o'zingni. Ishaganda. O'tirchi. Ishlaring yaxshimi endi? Yaxshi, o'zing yaxshi kelib oldingmi? Uydagilaring Rahmat. yaxshimi? Nima yangiliklar endi? Yengili yo'q. O'sha har doimgi ishlarimni qilib yuraman. Yaxshimi? Yaxshi ketyaptimi ishlar? Bo'ladi. Yangi mashina olsan deb eshitdik. Ha, shunaqa. Uni har xil sug'urtalarni qildirib qo'yding. Qanaqa sug'urtasi bor? Sug'urtaning ikki xil turi bor, ixtiyoriy va majburiy turi bor. Sen qaysi birini qildirgansan uni? Shu majburiysi adashmasam. Ixtiyoriy turini qildirmadingmi? Qanaqa bo'ladi u? Ixtiyoriy turi mashinaning umumiy narxidan olinadi va senga DTP bo'lgan holatda mashinaning umumiy narxiga nisbatan to'lab berishadi. Aytaylik, mashinang 300 millionga baholangan bo'lsa, 300 million so'mgacha bo'lgan summani to'lab berishadi. Xo'sh, shunda men har qanaqa holatda to'lovni olishim mumkinmi? Har qanday holatda olishing mumkin, ba'zi bir istisnolar bor, uni senga shartnomada ko'rsatib o'tilgan hammasi. Yaxshi. Bo'lmasam nima hujjatlar kerak bo'ladi? Mashinaning texpasporti, pasporti va mashinaning baholatishimiz kerak bo'ladi. Men olib chiqa qolay bo'lmasam hujjatlarni. Yaxshi ham shu vaqtda sug'urtan qilib qo'ygan ekan mana. Alo. Assalomu alaykum. Hamkor sug'urta kompaniyasimi bu? Assalomu alaykum. Hamkor sug'urta sizni eshitadi.